Assalamu alaykum muhtaram qarindoshlar. Ko'rayotganinglar Erkin Asiya radiosi Uyg'ur bo'limi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar sahifasi. Mazkur sahifamizda bu hafta jarayonida berilgan muhim xabarlarni bir qator eslatib o'tamiz. Men Juma. Men Aqida. 17-iyun Italiya Luka ülkəsinin parlamenti Uyğur Milli Hərəkəti rəhbəri Rabia Qadir xanımğa erkinlik mükafati verdi. Mükafotni Rabia Qadir xanımның kenji qizi Qiqinus Sidiq xanım Rabia Qadir xanımğa vakaleten topshirib oldi. 17-iyun Luka ülkəlik parlament raisi Stefan Bochali Qiqinus xanım Dünya Uyğur Qurultayının vəkillərindən Ömər Qanat və Alim Seytovni kütüb aldı. Luka ülkəlik parlament Rabia Qadir xanım elib berib atqan fəaliyyətlərə yuqori baha verdi. Qiqinus xanım Rabia Qadir xanımның nutqini yetkizgəndən keyin anısığa vakaleten rəhmətini bildirib mükafotni topshirib oldi. 18-iyun yana İtaliyadagi ijtimoiy erkinlik tashkiloti Rabia Qadir xanımğa erkinlik mükafoti berdi. Mazkur tashkilot 2010-yillik xalqaro erkinlik mükafotini Dünya Uyğur Qurultayi raisi Rabia Qadir xanımğa bergan edi. Obzorchi Sidiq Ro'z Apandi 16-iyundan 28-iyungacha Yaponiyaning bir qancha universitetlarida 5-iyul Urumchi qirg'inchiligini unutmang, setib etilgan Sharq Turkiston degan temalarda doklad berdi. U 6-oyning 16-17 kunlari Yaponiyaning Tokio shahrida yapon mutaxassislari bilan suhbat yig'inlari o'tkazgan va muxbirlarga bayonot bergan. Yaponiya Kagoshima Xalqaro universiteti o'qituvchisi doktor Hacı Qutluk Qadiri bu fəaliyyətlərinin Yaponiyaning iqtisadi yardımı bilan o'tkazilayotganligini bildirdi. 12-iyun İstanbulda o'smirlarning Qur'on o'qish va ona tilida so'zlash natijalarini mukofotlash murosimi o'tkazildi. Murosimni Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati uyushtirgan. Yig'in İstanbulning Zaytunburnu rayonida olib berildi. Bu Uyghur o'smirlar Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati tarafidan İstanbulning Zaytunburnu va Safaköy rayonlarida ochilgan yoshlardan kelgan. Murosimga İstanbulda yashayotgan Uyghur oqsoqollardan Salay Hajim Artushi qatorliq peshqadam ustozlar, Sharqiy Turkiston ommaviy tashkilot mas'ullari va İstanbulda yashayotgan Uyg'urlar qatnashdi. Amerika Tashqi ishlar ministerligi dushanba kuni dunyodagi odam atkazchilik masalasi haqida doklad e'lon qilib, Xitoyni yana bir qitim odam atkazchilik masalasida kuzatiladigan davlatlar tizimligiga kirgizdi. Dokladda Uyg'ur elining ba'zi joylarida dehqonlarni hasharga tutish, bolalarni majburiy emgak selish ahvolining davomlashayotganligi ilgari surilgan. Dokladda yana dunyodagi 177 davlatning odam atkazchilik ahvolidan ma'lumot berilgan. Dokladda Xitoydagi odam atkazchilik ahvoliga baho berib, Xitoy ayollar va bolalar atkazchiligi, bo'libmi ularni majburiy emgakka selish, fohishlikka majburlash, atkazchilikning manbasi, o'tkinchi bekiti va oxirgi pallasi deb ko'rsatgan. 6-oyning 14-kuni Gollandiya parlament a'zosi Xari van Bommel apandi boshchiligida qurilgan Uyg'urlarga yordam berish klubi yig'in ochdi. Yig'inda 5-iyul o'tkazilgan norozilik namoyishining plan loyihalari ma'qullanib, munosabatli xodimlarga xizmat taqsim qilindi. Hamma birdek ittifoqlashib, bu qadimgi faoliyatda Uyg'urlarning ovozini yuqori pallaga ko'tarishga va'da berdi. Yig'inga klub a'zolaridan 20 dan ortiq odam qatnashdi. Yig'in shu yer vaqtda 7 da boshlanib, 1,5 soat davom qildi. Uyg'urlarga yordam berish klubi Gollandiyadagi SP Sotsial partiyasining asosliq rolchilaridan bo'lgan Xari van Bommel apandining tashkillashi bilan bu yil 4-oyning 19-kuni Amsterdamda qurilgan edi. Dünya Uyghur Qurultayi vakili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining 14-navbatlik yig'iniga qatnashdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining 14-navbatlik yig'ini 5-oyning 31-kuni Janvada boshlangan. Dünya Uyghur Qurultayining bosh kotibi Dolqun Aysa apandi 6-oyning 14-kunidan boshlab Uyg'urlarga vakolatan bu qitimqi yig'inga qatnashmoqda. Dolqun Aysa apandi Dünya Uyghur Qurultayining yillardan buyon Birlashgan Davlatlar Kishilik huquq kengashi yig'iniga jiddiy ko'ngil bo'layotganligini tilga oldi. Dünya Uyghur Qurultayi vakillari bir qancha oydan buyon bu yig'inning tayyorlik xizmatlarini astoydil qanot yoydirgan va ko'plagan davlatlar va xalqaro tashkilotlarning vakillari bilan uchrashgan. Dünya Uyghur Qurultayi bayonotchisi Dilshod Rishning bildirishicha, Xitoy hukumati uqtirish chiqarib, Uyg'ur elining To'qizoq, Payzavot va Poskam nahiyalarida fuqarolarning chet el muxbirlarining ziyoratini qabul qilishni cheklagan.
Uqtirishda yana aholilar o'z beshimchilik bilan chet el muxbirining ziyoratini qabul qilsa, javobgarligi surishti qilinganligi bildirilgan. Bosh shtabi Parijdagi chegirsiz muxbirlar tashkiloti bayonot e'lon qilib, Xitoy doiralari Uyg'ur elida yo'l qo'ygan cheklamalarni tanqidladi. Yenisar nayisining uchar yesiti zo'r kalkun afati yuz bergan. 10 mingdan ortiq odam afatning ziyniga uchirgan. Dünya Uyghur Qurultayı bayonotchisi Dilshod Rishitning bildirishicha, hukumat doiralari afatdan qutqizish tadbirlarini vaqtida almagan. Hukumat inkas qaytarmagandan keyin o'zini qutqizish uchun harakat qilganlarni bo'lsa, jamiyatni qalaymaqon qilish jinoyati bilan ayblagan va 13 Uyg'urni qo'lga olgan. Uchar yezliq saqchixona xodimi 13 odamning qo'lga ilinganligini inkor qilmagan. U muxbirga "Men savolingizga javob beramayman" degan. Halbuki uchar yezliq hukumat katibi ziyoratimizni qabul qilib, yuqorqi xabarni inkor qildi. Yerlik Uyg'urlarning bildirishicha, afatdan keyin hozirgacha hukumat doiralari afat rayoniga aran 30 chidir yo'llagan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida sizlarga haftalik xabarlar sahifamiz bo'yicha bu hafta jarayonida yuz bergan muhim xabarlarni bir qator eslatib o'tdik. Kelar juma kuni ko'rishaylik. Xushboq bo'linglar. Xayr xo'sh.